Yotishligini, jonim bolam mani. Endi sizlarga bitta narsani ko'rsataman. Bitta bolam, mana kiservachoka. Ko'ryapsizlarmi? Biz 8 haftalikmiz. Mana kiservachoka. Mana bitta bolajonim turibdi-yu. Mana kiservachokini o'lchadik. 2,7 mm 8 haftalikda. 3-keservamiz. Bolamiz necha dedingiz? 1,5 yoshmi? 1,5 yoshda. Endi xullas kalom oyijonisiga oldir o'zing bilasan, biz hech qanaqa javob bermaymiz deyishyapti. Endi oyisiga yaxshilab tushuntirdik. Oyisi hammasini tushunib oldingiz, hamma rizqlari bilan tushuntirdik, sizlarga ham tushuntirib beraman. Mana oq chiziqni ko'ryapsizlar, bu oq chiziq parda, matkani pardasi. Agar biz bolajonimni 12-13 haftada ko'rganimizda mana shu qora matka-ku, mana bu endi ochilib ketgan joyida suyuqlik to'planib qolgan. Mana shu qora yo'q bo'lib qolib, faqat oqni o'zini qolsa 100% abortga ko'rsatma.